masjidni ham topasiz mana belgini. Mana Madina territoriyasidan turib masjid belgi bo'ladi. Chekiladigan mana belgi qo'yib qo'ygan. Bu yoqqa kelsangiz, odamlar ko'rasiz, chekayotgan bo'lishi mumkin, baqa chaqir qilayotgan bo'lishi mumkin. Ularga siz qaramaysiz, bu yerda o'rni olinmaydi ulardan. Kimlardir hurmatini qilish mumkin, ularga qaralmaydi. Keyin musulda yashil yog' solib qo'ygan. Ko'ryapsizlar? Bu odobi, Madinaning odobi shu bo'ladi. Endi tevaga o'tamiz jicha. Masjidi Ali ibn Abi Talib deb qo'ygan. Bu Ali radhiyallohu anhuning masjidlari deyapti. Tuzkarul masajid at-tarixiyati anna mawqi'a hadha al-masjid min mawaqi'i allati salla fiha Nabiy sallallohu alayhi va sallam fi maydonil musalla. Bu deydi tarixiy masjid, orqani surgan masjid, lekin ko'ryapsiz, ta'mirot yangidan chiqqan. O'zi asli ilgari eskicha qurilgan. Lekin yil davr o'tgan sari o'sha kuchini yo'qotganligi uchun devorlari yangitdan nima bo'ldi? Ta'minotdan chiqdi. Lekin o'zi asli tagi tarixiy masjid bo'lib qurilgan. Vaqti aytyapti, bu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namoz o'qigan joy bo'ladi mana shu yer. Bu yer Rasululloh namoz o'qigan joy. Endi Usama fihi maydon musalla va annahu summiya masjid Ali li'anna Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu salla Eid al-Adha bin-nas fi mawdi'i fi xulafat Usman ibn Affon. Nima uchun unda bu nima sababdan Umar Ali radhiyallohu anhu nomiga qo'yildi masjid degan bo'lsa, aytadiki, Rasululloh namoz o'qigan ekan-ku desa, ha, o'qigan. Lekin Rasulullohdan keyin Usmon radhiyallohu anhu davrida xalifa bo'lib turgan vaqtida Ali radhiyallohu anhu hayit namozi shu yerda o'qigan. Yani xalifa Ali Usmon radhiyallohu anhu, lekin imomga o'tayotgan Ali radhiyallohu anhu. Jamoat, musulmonlar jamoat shu yerda jamlanib, keyin namoz o'qigan joylari Rasululloh namoz o'qigan joyi bo'ladi. Rasulullohda shu o'qigan joylari tabarrukan biz ham kirib namoz o'qiymiz. Tushundingizmi? Bu masjidni qurgan odam kim desa, Umar ibn Abdulaziz. Xulafai Roshid 5-chi deb aytiladi-yu. Tanisdan Xulafai Roshid 5-chilarini Umar ibn Abdulazizni tanimaysizlar. Bu kishi Umar radhiyallohu anhuning nevarasining o'g'li bo'ladi. Chevarasi deb qo'yamiz biz. Asli kishi mashlaqa masjidlarda Madinada birma-bir qurilishni boshlagan. Bu masjid Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu masjidlari bitta-bittadan qurilishni boshlagan. Nima uchun qurdirgan? Esdan chiqmasligi uchun. Kelgan odamlar shu yerda Rasululloh o'qigan ekanda, oldin sahobalar shu yerda hayit namozini o'qigan ekanda, ularda duo qilgan joylari bo'lgan ekan, shu yerda namoz o'qishligi uchun, odamlar eslab turishligi uchun qurib qo'ygan joy. Tushundinglarmi? Vaholanki onda masjid bo'lsa ham qurilgan, esdan chiqmasligi uchun. Tushundingizmi? Keyin nima uchun u yerda bu yerda o'qishgan hayitni bitta joyda o'qishmagan desa, odaban, misol uchun Abu Bakr o'qidimi hayitni, odaban u yerda turmagan Ali radhiyallohu anhu. Boshqa joyda turib keyin namozni hayitni o'qib bergan.